O'zbekistonda kattaligi bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Qashqadaryodagi Eshon shahid mazorini biz Qashqadaryoliklar birgalikda Kelganlarga rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohim bu Eshon shahid qabristonida yotgan barcha marhum marhumalar, muslimotlarda g'ariqi rahmat, savobi bilan bahramand, dohili jannat qil. Bitta savol bor tog'a sizga. Nima sababdan keldingiz? sabab uchun Allohim bu hasharlarga tong uyqularini tashladi. Allohim labbay deb kelgan aziz aka-uka, otaxonlarimiz, opa-singillarimiz barchalarini Allohim bu qilgan xizmatlarini qabul qil. Hammamiz keladigan joyimiz birinchi o'rinda shu. Biz ham o'tganimizdan keyin ham kimdan kelib shuni tozalaydi. Xudo xolasa. Dunyo qaytar dunyo deydi-ku. Bizga ham qaytaradi. Ya Robbi, bu hasharlarda suv tashigan, opa-singillarimiz taom tashib kelgan, suvlar bilan ish qurollarda ehson qilgan holatda kelgan aka-uka, otaxonlarimiz bu qabristonni obodligi, ozodaligi uchun o'tgan ajdodlarda hurmat, ehtirom, ularga qilgan muhabbatlarni izhor qilish uchun qilgan bu xizmatlarni Robbim o'zing qabul ayla. Allohim bularni qilgan xizmatlarni o'zing sharaf, dunyo va oxiratga saodat qil. Allohim barchalarini qalblaridagi ko'zlagan, sendan so'ragan niyat, maqsad, duolarini eng xayrli, eng afzalini nasib qil. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar bi rahmatika. mana shu hasharimizda bizni yolg'iz qoldirmagan hamma homiylarga, suv olib kelganlarga, misol uchun osh qilib berganlarga, oshpazlarga, xullas kalom kimdir qurol aslaha olib berdi, kimdir mashinalar olib berdi, kimdir o'zi kelib mehnat qilishdi, kimdir kartadan pul tashlab berdi. Hammasi uchun sizlarga rahmat aytamiz. Bizani qo'llaganligingiz uchun juda ham xursandmiz. Kimnidir, qaysidir tashkilotni yoki qaysidir homiyni ismini ayta olmayotgandirmiz, lekin hammasi bilamanki Alloh yo'lida bo'ldi. O'shaning uchun Hech kimga aytishni ravo ko'rmadik. To'g'risi, bu qilib berdi, bu qilib berdi emas. Qilganlar videoni ko'rasizlar, ko'zlaringiz bilan ko'rib turibsizlar. Hammasini qo'ldan kelgancha bajardik. Salomat bo'linglar. Ishonch uchun rahmat. Xudo xolisa davomiy bo'ladi, qo'llashda davom etinglar.